Xitoy injektori umri sal qisqaroq bo'ladi va gaz quyib qo'ysangiz mana bunga o'xshab qoladi mana. Ortinga tiqilib ketgishiga. Sanliklarda sразу qotib qoladi mana shu va o'sha yerdan o'tishga berishni boshlaydi bu yoqdan va bu yoq tarafdan. Даже mana buni ustlaridan ham beradi mana shu atrofda. Agar ko'pik bilan hech qayerda o'tishga topolmayotgan bo'lsalar, mana shu fonni tekshirsangiz, 4-pokoleniya Xitoy variant turgan bo'lsa, Xitoyni ishlab berishlari ishlab beraveradi, faqat umri sal qisqaroq bo'ladi. O'tishga berishni boshlaydi birinchilab, ikkinchilab mana bundan gaz siyib bo'ladi. Или bittasi уже sepmay qoladi. Mashinangiz gazga o'tganida pat bitta silindr yo'q o'xshab qolishi farsunkaga kelib taqaladi. Agar benzinda yaxshi bo'lsa. Mana shu tepalarni ham o'tishga hech qachon topilolmasa, mana bularni ham pena bilan tekshirganingiz yaxshi. Mana bu tagini полностью. И mana bundan. Bundan sразу berib qoladi. 3 oydan 6 oygacha boshlaydi tekshirish. Qiyin zavod bo'lishlari ham mashinaga kelib taqaladi. Mana shundan дополнительный siyib qoladigan bo'lsa, masalan, siyish kerak emas. Bu reykada постоянно gaz turishi kerak bo'ladi. O'sha holatda siyib qoladigan bo'lsa, bo'ldi, уже mashinangiz ertalab qiyin zavod bo'ladi. Va gazga agar mabodo bundan qiyin zavod bo'lmasa, reduktorda o'tkazib qo'ygan bo'lsa, gazga o'tganidan keyin o'chib qoladi. Nima, запасной gaz tugab bo'lgan bo'ladi bu yerda. Original или Xitoy deganlar uchun iloji boricha original qo'ygan yaxshiroq. Vaziyatingizga qarab Xitoy qo'ysangiz ham bo'laveradi, lekin 3 oydan 6 oygacha boshlaydi muammosi. O'sha pulga chiqarasiz baribir. Metanga esa ketaveradi. 1 yil, 2 yil, даже 3 yilgacha ham yurib beradi. Unda havoni hisobiga. Kondensat mana buning ichidagi sanliklarni qotirib qo'yadi. Plus gaz bilan bo'lsa, mana bunaqa juda rasvolik. Mashinangiz yo'lda pitirlab bittasini sepmay qoladigan bo'lsa, mana shularni ochib tozalasangiz ham bo'laveradi, liba joyida tiqib yuborib, mashinani zavod qilsangiz ham bo'laveradi. Ichidagi oltin gugurt motorga o'tib ketsa, ketib qoladimi, tiqilib qoladimi, yoki nima desa bo'ladi? Motorga zalali bormi deganlar uchun, mana bu oltin gugurt umuman zalal qilmaydi. U bitta kattaroq gazni bosishingiz bilan o'sha gulishiddan chiqarib tashlaydi uni. Shuning uchun xohlasangiz prямо bu yoqqa tiqib o'rganingiz ham bo'laveradi. Atak olib tozalagansiz, endi ko'pchilik yuragiga g'ulg'ula tushganlar uchun bemalol olib tozalasa bo'ladi. Imkoniyatingiz bo'lmasa, turgan joyda tozalab, mashinani zavod qilsangiz bo'ldi, o'tkazib yuboradi bu yoqqa. Shuning uchun yo'lda qolib ketganlar uchun ustaxonaga kirib, kimnidir qidirib topish shart emas. Ikkilik ili 2-2lik svel olib qo'ysangiz, joyiga tiqib qo'ysangiz bo'ladi. Juda yo'q bo'lsa, igna bilan tozalab ketaverasiz. Master gaza eng pastda tushib ko'radigan bo'lsangiz, juda ham kerakli narsalar tiqilyapti. Sizlar uchun hammasi.